Şahzade. Nemi degan chiroyli. Rasmo. Ras. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Amsi rahmat. 138 yuan. 138 yuan. Bak qimmatga bo'ldi, olmayman. Voyjon. Amaydigan odam baldur demabsiz. Bo'ldi, keting. Yana bir muncha xiyridalar saqlab turdi meni. Elim, bu do'konning gullari pek azam. Elim. Bu xonim rostaydi. Xonim, sizga qanday gul kerak? Menga 2 qach to'nglagan mash uyutmagani kerak. Aqlli shahzoda, qachonmi gul ko'tarib paydo bo'lasiz? Apla, chataq bo'ldi, kechikib qoladigan bo'ldim. Kuchayqirin, tamlik kuchayqirin. Tamlik kuchayqirin. Tamlik kuchayqirin. Tamlik kuchayqirin. Menga bir qach bering. Ma'qul. Ta'mi yomon emas ekan. Xo'jayin, kuchayqirin buyurtganlarga mushtaqsiz opirib beramsiz? Yo'q, u to'limi zarur bo'lgan bir qo'ral. Rostini zarur qo'ral ekan. Xo'jayin. Nechi pul? Rahmat, 3 yuan. Sharbosh idorasiga keldi. Yap-yaş bo'lgandikin bir ishlasichi? Assa. Portma olib qildi. Taksi. Kechiringlar, mening jiddiy ishim bor edi. Shunga qaysinglar tushib tursizlar. Yana bu yigit yaxshikan. Hey, meni tepib chiqarayotgan qaysi? Voyjon. Bir ayeringiz og'irmagandi, Yana sizgansizmi? Aplar kechikib qoladigan bo'ldim. 2 minut kechikdingiz, 200 yuan tutaman. 3 minut kechikdingiz, 300 yuan tutaman. 4 minut kechikdingiz, 400 yuan tutaman. 4 tal so'ngakni tutib olaman. 5 minut kechikdingiz, boyliq mukofot pulingiz yo'q bo'ldi. Maoshingizni yana 300 yuan tutaman. Bo'ldi, gap qilmang. Siz 10 minutdan ortiq kechikdingiz. Bundan keyin ish qilmasangiz bo'ladi. Siz kim? Amallik saqlag'uchi. Bosh mudir? Van direktor, keldingizmi? Van direktor? Yo'ldoshlar, tunishtirib qo'yay. Bu yoq shirkatimizga yangi kelgan Van direktori bo'ladi. Van direktorni qizg'in qarish olaylik. Van direktor nima degan kelishgan, Sizga ko'p rahmat. 10 yuan pulingizni qaytarib beray. Kechiring, boyaman tek sizni. Hech qisi yo'q. Ati vaqtingiz bormi? Ba. Xotin, men keldim. Bugun bir portmal tepib oldim. Egisiga qaytarib bering. Kimning ekanligini bilmasam, qanday qaytarib beraman? Bu yerda ism kartasi turmamdi. Voy, dodi ishlaydigan shirkatda ism turdi-ku. Bunda qila. Voy, direktor. Dodi. Portmalimni akab berganingizga ko'p rahmat. Hozir sizdek yaxshi odamlar ko'p emas. Ish qisi yo'q.
Haras. Nerede Atirgül satıldığını bilemsiz, ha? Atirgül. Bir dasta Atirgül 138 yuan. Bak qimmat. Chiroyliqmikan? Ne chiroyliqkan. Yoqtirdingizmi? Yoqtirishni yoqtirdim, lekin keyin bir tala ba'singiz bo'ldi. Hey, Dadi, xato tushunib qapsiz. Qo'lingizdagisi sizniki. Qolganlarini shirkatga oldim. Xo'jayin, bu maxsus to'y tort yasaydigan yermi, ha? Shundoq apandi. Ajab yaxshi. Amsa men birini buyurtay. Qanday? Bo'ladi. Qanchalik cho'nglikda yasaymiz? Normal bo'lsa bo'ldi. Bak cho'ng bo'lib ketmasin. 7-8 ming odamga yassili bo'ldi. 7-8 ming? Apandi, mushi bo'lamdi, ha? Qarang, mushi yetandi. Yetishni qo'y, yetidi. Lekin shaklni sal alaydiroq qilib yasab bersangiz bo'ladi. Ma'qul. Mana bitti. Bugun chinqat satadigan ayol Dadining bir yigit bilan bozor aylanayotganligini ko'ribdi emasmi? Rostmi? Rost, atdigan soat 8dan 50 minut o'tganda gul opdi. Ondan 38 minut o'tganda tort bo'ytibdi. Kech soat 5dan 18 minut o'tganda to'y ko'nglik tanlabdi. U ayol chinqat satamdi yoki jasuslik qilamdi? O yigit kimkan? Van direktor deydi-ku. Van direktor? Yaxshi-ku, pullari bir ekanda. Quruq so'ylab begzod emas-tu deb ansirab qilyapti men. Yo'q, Vilin. Nima ish xotin? Uni obdonroq tekshirib beqin. Xo'p. Üçay qerin. Dadi, tekshirib baqdim. Nimani tekshirding? Van direktorni bo'lmanda. Uni tekshirib nima qilsan? Van direktor bilan to'y qiladi ekansan-ku. Buni qanday bilding? Dadisi, tekshirib baqdingizmi? Van direktor amaliy ish qiladigan odam ekan. Atgan soat 10da uydan chiqib ish qilmadi. 10:20da gul do'koniga bordi. 11da bog'oq do'koniga berib, 11dan 45 minut o'tguncha shu yerda turdi. 12da hojatxonaga kirdi. 12dan 10 minut o'tganda oshxonaga kirib tomoq yedi. Tomoq yeb chiqib, yondagi qotlama do'koniga kirdi. 1dan 5 minut o'tganda bir mehmonxonaning hojatxonasiga kirdi. 1dan 10 minut o'tganda 1dan 10 o'tganda nima bo'ldi? Meni shahar boshqarish idorasidagilar tutib ketdi. Tekshirishdan 2 nuqtani bilib olg'il bo'ldi. Birinchisi, Van direktor Rastili Dadi bilan to'y qilmoqchi ekan. Undaq emas-tu. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi bugun Van direktorning qo'ziga og'rib qoldi. Dadi, to'y qiladigan bo'libmi? Menga demabsan. Endi o'zingni tuzashtirib yur. Bundaq kiyimlarni kiymagin. Bu kiyimlarni bo'pti, ha? Van direktor yana texi yoshlarga emas, ammo ancha chakini bo'lmagan kiyimlarni yoqtirdi ekan. Eng yaxshisi qizilga kumush rangni moslashtirsak, toza chiroyli bo'lg'idek. Dada, seningcha bu kiyimni Van direktor yoqtiradimi? Yoqtirdi. Dadi, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Dadi, qandaq gap bu? Van direktor bilan to'y qiladigan bo'pmi? Bizga demagingiz nemisi?
Van direktordek yaxshi yigitni tepishingizda bizning masimiz bormi? Sizlarning massanglar bormi? Yilqi kuni liftda uni putlamasam, qandoqmi uni yo'layalaytdingiz? To'g'ri. Heliqi kuni liftning ishkini yepib, sizlarni sirtda yolg'iz qoldirib qo'ymagan bo'lsam, qandoq paralashalaydinglar, ha? Yana mening hassam bajimi? Ha, Jodi, heliqi kuni siz ishga kelmagan-tingiz, siz bilan nima aloqasi bo'lsin? Albatta aloqasi bor. Navoda van direktorni keltirib olgan bo'lsam, uning bilan muhabbatlashalamdingiz. Oyjon. Ha, hammanglar borkansizlar-ku. Bugun sizlarga bir ishni aytmoqchiman. Yaqinda to'y qilmoqchi bo'lyapman. Bo'g'iz xotinim dal. O dal Linda. Onundan sir dadiga rahmat aytaman. Necha kunning yoqi gul oladigan, tort buyuradigan, to'y ko'nglik tanlaydigan ishlarda u menga nurg'un yaxshi maslahatlarni berdi. Muborak bo'lsin. Dadi qanadu? Ketgandu, dadi. Dadi, keldingmi? To'y ko'nglikni tayyorlab qo'ydim. Talqinmayman. Ha?